Beldagi qiyshayishli, kuchli og'riqlar bilan kelgan samarqandlik opamiz bizda 3 kungina muolaja oldilar. 3 kunlik muolajadan keyin fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Samarqanddan keldim, mana shu Toshkentga. Bitta qo'shnimiz davolangan ekanlar shida. Yaxshi lechini olib, foydalarini bilibdilar. Men o'zim ko'rdim, kishi yura olmay qolgandilar, qiyshayib. Yaxshi yuribdilar hozir. O'sha kishini ko'rib, so'rab keldim men. Xudoga shukr, mana bugun 3-kun. Men og'riq bilganim yo'q. Hamma joy yaxshi. Og'riqlaringiz yo'q hozir. Og'riq yo'q umuman. Qanaqa og'riqlar bilan keldingiz? Qat'iysiz Mana o'sha kishi bilan o'xshab qiyshayib qolgandim, oyog'imdan, tizzamdan deb yurardim. Aslida umurtqadan ekan. Hozir men davolashdi mana, rahmat doktorlarga. Hali bir kurs ichayapmiz, tugamasdan. Tugagan yo'q. Men o'zi birinchi kundan sezdim. Katta rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, qurtlaringiz dard ko'rmasin. Siz ham sog' bo'ling. Men o'zimni yaqinlarimga qaysi nima bo'lsa, ana shu yerda tavsiya qilaman. Sizlar ham kelingizlar. Og'riqlaringiz qolgandan sizga yordam berganimizdan biz ham xursandmiz, shifoli bo'lsin. Katta rahmat sizlarga. Qancha odam bu kasaldan qiynalib yuribdi. Bekora lechenilar olib, meni qo'shnilarim ham 10 martalab lecheni olyapti, foydasi yo'q. Endi tavsiya qilaman, shunga keladilar ham sizga rahmat aytadi lekin. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar, borlaringga shukr. Sizlarda ham shunga o'xshash og'riqlar qiynayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kommentariyaga plus belgisini qoldirasizlar. Like bilan podpiskani unutmaymiz.